Nima edi? Podvallardan qolganlarni bilaman. Tamayev. Tamam, birinchi boshliq 16 yosh paytlari, ha. Xuddi shunaqa bizning podvallarimiz bo'ladi Jizzax shahrida. Ashraf aka, Odil akam, Chingiz akalarni podvali bo'lardi. Jizzaxda mikrorayonda. Universitetda o'qigan paytlarim zalga borish imkoniyatim bor, lekin o'shalarning podvaliga borardim. Boshqacha. Qo'ldan yasalgan hamma narsa bir marta suv ham toshib ketdi, polni kanalizatsiya chiqib ketgan, donni eski donni. Sizlarniki qancha saviyasi? Yo. Biz keyin shu ahvolda to'lib yotibdi-da. Keyin uni suv qachon ketishini kutib, keyin yoqdan hamma divanlar bo'lgan yerda, gilamlar bo'lgan, haqli voqealar bo'lgan. Axir aytibmiz. Bratlar aytib berganda. Keyin o'sha yerga boshqatdan tozalab chiqarib, u anaqalarni zanglarni tozalab, bir gashti bor-da. Bratlar чисто sovetskiy тренировкалар. Ну, telostejeniya uncha zalga chiqadigan bolalarnikidan Zo'r. Farq emasdi deyarli. Misol uchun zalga chiqadigan bola ekan deb qaraydi. Telostejeniya normalniy gavdalari. O'sha yerga chiqib, polniy trenirovka qilib, mana shu yerdan suhbatlar qilib bratlar bilan. Chunki ularda men bilasizmi qanaqa bilib olganman. Eng optimalniy, eng arzon yo'l bilan qanaqa nima qilish sferasini ko'rganman. Spetsialniy shtobi anaqa tajriba orttirish uchun